doktorlarga bormagan joyim qolmadi. Doktorlar dori yozishadi, dorilar menga umuman ta'sir qilgani yo'q. Men O'ynazarova Gulnoza Hasanova Toshkentda yashayman. Anchadan beri onkologiya kasal bilan kurashib kelaman. Kasalim jiddiy edi. Boshimda og'riqlar qattiq bo'lardi, har doim uyqu bo'lmasdi. Shu bir kun Instagramdan shu Xursand doktorni ko'rib qoldim. Allohga behisob shukr, shularga kelib, shularda men shifo topdim. Men katta minnatdorchilik bildiraman doktorga. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Doktorlarga bormagan joyim qolmadi. Doktorlar dori yozishadi, dorilar menga umuman ta'sir qilgani yo'q. Keyin umidsizlikdan so'ng shu Xursandjonni ko'rib qolganimdan keyin kelish telefon qilib keldim. Men 2 yildan beri bosh og'rig'i bilan kurashib kelaman. Boshimdagi og'rig'im dorilardan ham qolmas edi umuman. Endi hozir Xudoga behisob shukr qilaman. Shu doktor sababli men oyoqqa turdim. Shu ko'rikka yana kelishlari bilan yugurib kelib ko'rinib ketishga harakat qilaman. Rahmat aytaman, minnatdorchiligimni bildiraman.